Keyingi talaffuz qoidamiz. Demak, ingliz tilida A va undan keyin L harfi keladigan bo'lsa, buni all talaffuz qilamiz. All. Demak, bu transkripsiya ichida yopilmay qolgan O ham bu O o'qiladi. Demak, ikkita nuqta bo'lsa cho'ziqroq. All. Endi so'zlarni o'qiymiz. Demak, ball, call, small, all, tall, fall. Demak, birgalikda o'qiymiz va qaytaramiz. Ball, call, small, all, tall, fall. Keyingi qoidamiz. Demak, ikkita i berilgan bo'lsa, buni cho'ziq i tarzida talaffuz etamiz. Bee, sheep, see, meet, feet. Endi qaranglar, e'tibor berishimiz kerak, chunki agar mana shuni sheepni biza cho'zib aytmasak, u kema bo'lib qoladi. Sheep kema, sheep bu qo'y. Demak, bee cho'zishimiz shart. Bee, sheep, see, meet, feet. Demak, tushunarli. Buni ham daftarimizni ochib yozib olamiz va talaffuz qilib so'zlarni qaytarib o'qiymiz.